Hammaga salom. Bugun biz oilaviy Ramazon oyiga tayyorgarlik uchun bozorga tushdik. Ko'chada havo shunaqa zo'r ekan, xuddi bahor kelganga o'xshaydi. Shu uchun bozorga biz ham zo'r kayfiyatda ketdik. Ishning ko'chasida qizil yana Sen gülüm, sağındım özledim. Yüreğimde qolib ketdi so'ngaydi so'zlarim. Yomg'ir bo'lib yig'lar nega osmon, ko'z yoshim bo'lar yo'qamon. Rahmat, qarsaylash shart emas. Kech paradimizni tugatib, bozorga ham yetib kelib oldik. Ramazon shukuhi bozorda shunday sezilib turibdi. Odamning ko'zi quvnab, bag'ri dili ochilib ketadi. Ko'zlarimiz quvnab, xursand bo'lib xaridlarimizni boshladik. Biz har yili Ramazonni o'zgacha ranglar uyg'unligida kutib olishni yaxshi ko'ramiz. Bu yil Ramazon bahor oyiga to'g'ri kelgani uchun ham ajoyib bir fikr o'ylab qo'yganmiz. Bozorga tushganimizda har doim bizani bolaligimiz tutib erkalanib ketamiz va Ramazon oyi yaqinlashgan sari adam bizga har doim hadiyalar qilishni yaxshi ko'radilar. Va mana bu safar ham bizani xursand qilib, o'zimiz xohlagan narsalarni olib berdilar. Hamma kerakli narsalarni olgandan keyin bozordan chiqsak, havo oynagan, yomg'ir yog'ishi boshlabdi. O'zinglar yaxshi bilasizlar, bozorda aylanurganda vaqt qanaqa o'tib ketganini bilmay qolasizlar. Biz ham sezmay qolibmiz, qornimiz rosa ochib ketibdi. Hammamiz bir ovozda osh yeyishga kirdik. Lekin tan olamiz, oshda ham hammamizni didimiz har xil. Masalan, Adam, oyim, man choxini palon etgan bo'lsak, Men esa to'y oshidan aytdim. va shu bilan uyga qaytib, sizlar uchun raspakovka qildik. Olgan narsalarimizni ozgina-ozginasini ko'rsatamiz, lekin to'liq ko'rsatmaymiz, chunki bilasizlar, har gal biz Ramazon oyiga video tayyorlaymiz. Ana o'sha videoda olgan narsalarimiz hammasini ko'rasizlar. Bunda keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.